Assalamu alaikum qadirdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. O'zlaringizga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізушілері Shahniza Aziz qizi va Isajon Adiljon o'g'li. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Эйсаджан Адылджан оглы и Шахниза Азиз кызы. Здесь делают честные новости. В Доме социальных услуг прошел старт благотворительной акции «Мектепке жол», которую представители Дома провели совместно с Республиканским этнокультурным центром уйгуров Казахстана. В рамках акции 410 детей из малоимущих и многодетных семей города Алматы получили школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями на предстоящий учебный год. С приветственными словами выступили руководитель управления социального благосостояния города Алматы Назира Тогузбаева и заместитель председателя Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, член Ассамблеи народа Казахстана, директор ТО «Металлпром-групп» Толкунтай Абдулхалил, которые подчеркнули важность поддержки при получении образования детей. Также Дом социальных услуг посетили и приняли участие в старте акции заместитель директора ТО «Металлпром-групп» Олжабек Нугуманов, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана, член Ассамблеи народа Казахстана Рустам Кайриев. Мероприятие прошло под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности представлены ТО «Металлпром-групп». Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyat markazida qurilgan Uyg'ur maktablari hamkorlik shtabining a'zolari ham Cumhuriyetlik Uyg'ur etnomadaniyat markazidagi Uyg'ur olimlari kengashi boshlagan Milliy ma'rif millatning yuragi nomli xalqimiz, milliy ma'rifimiz, bilim yurtimizdan bo'lgan ana maktabimiz, yosh avlodlarimiz istiqboli bo'yicha boshlangan chaqiriq challengelari davomlashmoqda. Qozog'iston Uyg'urlari shtab a'zolari bilan Amgakchi Qozoq nahiyasiga ziyorat qildi. To'liqroq bizning syujetda. Assalamu alaikum Arzgul kızı. Bugün bizge muşu Malvay Otura Mektebi to'g'riliq umumiy ma'lumot berib o'tsangiz. Va alaykum assalom. Malvay Otura Mektebida 2020-21 o'qish yilida 759 o'quvchi bilan tamomlab o'tiramiz. Bu o'quvchilar orasida 132 o'quvchi bu yilgi o'qish yilida o'qish ulgurimi yuqori o'quvchilar tamomladi. Bu o'quvchilarning orasida 6 o'quvchimiz oltin belgi unvoni bilan sahibi bilan ataldi. Bu o'quvchilarimizning orasida 6 o'quvchining orasida 3 o'quvchimiz Uyg'ur sinfini oltin belgi bilan bitagan o'quvchilarimiz bilan intayin mag'rurlanib, faxrlanib atalaymiz. Assalomu alaykum Baxtnur Anvar qizi. Bugun bizga 1-sinfga hujjat to'plash ish-choralari qanday darajada o'tyapti, shuning to'liq ma'lumot berib o'tsangiz. Va alaykum assalom. Bu yil Malvay Otura Mektebida 44 o'quvchi Uyg'ur sinfiga keldi. Hujjat to'plash ishlari bizning aprel oyidan boshlandi. Uyg'ur sinfi 2 sinfi ochildi bu yil. Ata-onalarga ko'p rahmat, ko'p tashviqot ishlarini yurgizdik. Ata-onalar tushunib, bolalarni Uyg'ur maktablarga, Uyg'ur sinflariga beryapti. Assalomu alaykum Farhod Himato'g'li. Bizga tashviqot ishlarida Uyg'ur etnomadaniyat markazining roli haqida aytib o'tsangiz. Va alaykum assalom. Beşide bizning mavzuda o'ta cho'ng jut. Bizning hamda asosiy maqsadimiz ishimiz biz nazar bo'lsin, to'y bo'lsin, ko'pchilik yig'ilgan yerda har qachon Uyg'ur maktabiga bolalarni berishini so'raymiz. Chunki ananing aqsuti bilan maktabning o'z tili bilan bilim olgan bolalar har qachon u o'zining madaniyatini hech qachon tuvan tutmaydi, yuqori bo'ldi. Assalomu alaykum Dilaramada. Siz nima sababdan bolangizni Uyg'ur maktabiga berdingiz? Assalomu alaykum. Chernishevga aytgandek, o'z ana tilini bilmay turib, o'zini madaniyatli odam deb his qilma degan shiorga bog'liq men o'zimning qizimni, o'zimning Uyg'ur tilida madaniyatimizni, urf-odatimizni, tariximizni saqlab qolish uchun Uyg'ur sinfiga berdim. Bu yil 1-sinfga keldi. Vatan deganimiz, vatan suyimiz. Qozog'iston bizning vatan, anamizning suyimiz. Milliy ma'rif millatning yuragi. Birinchidan xush kelibsizlar bizning mahalliga, bizning maktabga. İsmail Tarif nomidagi
отыра мектеп Улы 1911 жылы құрылған. Бұл заманларда патшалық Россия вақтыда рус төзем мектебі болып құрылған. Мана шу күнден бұян бүгінгі күнге чейін біздің мектеп мөжүт болып келеді, яғни 110 жыл мабайында. Бүгінгі таңда біздің мектепте 645 бала білім алмақта. Біздің мектеп өзі 1986 жыл селінған 1070 орынлық мектеп. Bir смена, яғни бір уақыт түшкішен оқытылды. Мұның 645 балыға азық күнде 66 ұстаз білім беріп келеді. 66 ұстазының 64 ұстазымыз али білімлік ұстазлар. Бүгінгі күнде өзіміздің жұрты бойынша 74 бала бірінші сыныпқа өзінің аталары бірінші сынып қобыл қылыш тоғырсы дәріздерін тапшырды. Біз бұланың барлығыны электронлық вә қағаз жүзді қобыл қылдық. Әнді бұйырса 74 балымыз 3 сынып комплект болып ичілайдап тұрды. Мұны балаларымызға 3 ұстаз бәргіленді. Бұл ұстазларының барлығы 20-30 жыл стажы ба тәжірибелік ұстазлар. Бана мұш ұстазлар, яғни бірінші сынып келген балаларымыздың қаршы еліп, кейінгі бізге чоң сынып шығып тұрды деген үмбетті. Assalamu alaikum Ayım Kızada. Siz ne sebepten perzelerinizin Uygur mektebi bediniz? Assalam, biz en birinci ana tilimizde bilim elip, muşundaq Қазақстанда şundaq keng şarayit yaratılıp berilip atkanda, muşu pursatni paydalanıp, balalarımızın, perzentlerimizni öz ana tilda okutuşumuz gerek. Sebebi gelecekte bizning balalarımız öz milletini, halkını söyüp, hürmetlep, qadrlab tarbiyalash kerak deb o'ylayman. Shu sababdan men farzandlarimni o'z ana tilimizda, ya'ni Uyg'ur tilida bilim olishiga ham sharoitni yaratishga tirishaman. Assalomu alaykum, Vlajning Mirg'iyas o'g'li. Bizga birinchi sinfga ball to'plashdagi tashviqotchilar to'g'riliq to'xtalib o'tsangiz. Aleyküm assalam, rahmat. Bizning Baysiyeteside Uyghur otura mana Mektebi İsmail Dayırman'da keyingi vaqtlarda her bir ata-onalar bilan koç-koçlarda bizning mushu mektepning ustozlari o'zining mikrorayon uchastkalari bo'yicha tashviqot ishlarini etkilib bordi. Milliy ma'rif millatning shurigi. Endi bizda yilda qilayotgan ish vaqtida bu endi şu bir nimaga aylanib ketdi, anadamda ashunga aylanib ketdi. Yilda maktab shu nimadan tortib, iyundan tortib bolalarga necha marta boramiz. Berib o'ylarni aralab, shu bolalar boramdi, bormamdi, ashunga avgustgacha hammasi nimani spiskaga tushirish kerak bizga. Bu yil yana ashunga ishlarni qildik. Shu xonim qizlar, yigit ishlari mana hammamiz birga ma'lumotlar bilan menib koç aralab, ma'lumotni butkul hammasini aralab chiqdik. Bizning o'yimiz shu Uyg'ur maktablariga, ana tillik maktablarga jiqaroq endi bolalar to'plansa, ashlar o'qisa, o'ziniki Uyg'urcha o'qigan odam degan so'z u o'ziniki ana tilini yaxshi bildi, tarixini yaxshi bildi, urf-odatni hammasini yaxshi bildi. O'qishni ham so'zasni, kalam tutib biznesni, o'rgatdi bizning maktab. Kursni ve ailesini, meseleni izini, o'rgatdi bizning maktab. Men Rashidov Sultan. Birinchi Uyg'ur sinfida o'qiyman. Men Qoramotira maktabining 4-sinf ustozi. Men o'z sinfimni 1-sinfdan tortib 4-sinfgacha o'zim o'qitib kelyapman. Bizning Qoramotira maktabida bolalarning o'qish qurollari barligi tugal yetidi. Bolalar o'zimizning ana tilimiz bilan birga, ya'ni qo'shimcha o'zga tillarni yaxshi, mukammal egilib ketib bordi. Milliy ma'rif millatning shurigi. Assalomu alaykum Zahidam Erkin qizi. Chilekhisidagi Rozbakiyev atındağı o'rta maktabning 1-sinfiga o'quvchi to'plash ishlari qanday yurgizilyapti? Va alaykum assalom. Yil her yildagidek intayin zo'r ishlar yurgizilyapti. Maktabdan başlangıç sınıf muallimleri, Uyghur sınıfının muallimleri, şundaqla yezimizdeki jigit başları, Uyghur Medeniyet Merkezi'nin yardım bilen köplep koç her bir öyle kirib
балаларны топлашышларны маңызы. Біздің мектепті түгеткен атақлық алымlarımız бар, рәссамларымыз бар, артистларымыз бар. Мәселен, Вильямовлан асақ, оның кен Султанбаевлан асақ, Бахамова. Мұшла біздің мектепті түгеткен шақыртларымыз болды. Ақырғы жылдыла мектебімізді түгеткен, мәселен, Эмирова Зәйтіне біздің челекке қайтып келіп, врач боп ішлейді. Асанова Альбина деген қызымыз Атуда қазір инглиз тілді дәріс бермек. Ана тілім, дана тілім, мехлен, саңғы мен әмінеті, әтігі саңғы менің ұғыл тілім. Султан фамилияң ит болды. Ассаламу алейкум. Итіңні ит болды. Мен, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мен Тоқня Султан. Бірінші сыныпқа бармын. Ассаламу алейкум. Мектептерімізге балаларымызды топлаш ішлеріне жүргіздік. Бұл жүргізіш мабайында біз мектептерімізге беріп, аны мектептерімізге беріп, мектеп müdürleri білен вә жігіт башлары, ханым қызлары, жұрт активистлері білен бірлікте нұрғын ішланы жүргіздік. Әр бір мәлі-мәлілерде, әр бір көчілерде, мұйымларда біз аны мектептерімізді қолап қойатылаш хақыда нұрғын мәселе үстіде ішланы жүргізіп келдік. Әнде биылғы жылықтымы біздіңки мектеплерге бал топлаш ішлеріміз әр жылғыдан кам әмес. Балаларымыз аста-аста қошылға Қазақстан Cumhuriyeti'ge мыңдың бір рахмет. Ассаламу алейкум, әзіз қайрындашларым, ұйғырларым. Бүгін мана біздің Карлен инімізді башлық бір топ мұшу Қазақстан ұйғырлы деген программ білен телевидениз кеп отырды. Әбәйтін бері яш балаларымыз үшәді, азыр мана бізге кеп тоқталды. Әнде біздің мұны челек тәвәсі болса, біз мұшы ішіне қызғын еп кетіп барымыз азыр. Қызғын дегенім, мана жігіт башлары, қаным қызлары, рәйіслері, әңгіскен әшәдің біздің инноваттек, абыройлық ақсақаларымыздың комиссия қылып, өй кіріп, болудыған тәшвиқаттың әмісіні қыватымыз. Milli ma'rif, millatning shurigi. Assalamu alaikum muhtaram jamoat, aziz mehmonlar, qimmatli qarindoshlar. O'zinglar biz dunyoga keng tanilgan Qozog'iston Cumhuriyetida hayot kechirayotimiz. Qarturuq yurtida sinfimizga, Uyg'ur sinfimizga nihoyatda bolalarimiz oz keldi. O'kindigan yerimiz shu. Shuning uchun qimmatli aziz yurtimiz Ballarыңlarni Uyg'ur maktabiga bersanglar. Sebebi bizning maktabimiz boshqa maktablardan kam emas. Barliq bazımız tugal. Maktabimiz shunchalik go'zal, sinflarimiz keng. Har yili yan-yoqdan Uyg'ur sinflari ochilish uchun interaktiv daskalar, taxtalar berildi. Shuning uchun sizlardan o'tinish bilan, shundaq bir umid bilan so'rgan bo'lar edik. Ballarimizni o'z ona tilida o'qitsak. Алейкум ассалам. Qarturuq yurtida mana yilda mushu atyazdan tatib 1-sentyabrgacha mashundaq 1-sinfga, nolvoy sinfga ballarni to'plash ishlarini mushu bizning yurtimizning aktivistlari har yili qo'llab-quvvatlab mushu ishlarni mangimiz, yurimiz, ishlaymiz. Qarturuq yurtimiz, ma'rifatchilar yurtimiz. Ballarыңlarni Uyg'ur sinflarga yana bo'lib akasanglar, biz har qachon seni kutib olamiz. Assalomu alaykum. Ekranimdagi barcha aziz qarindoshlar, yurtdoshlar. Bugun Alloh bersa bizniki qarindoshlarimiz shu Qarturuq yurtiga Avsatar maktabiga yalqiliq salimda kelib o'tirdi. Endi sizning savolingizga javob beray. Men o'zimniki ot-bobomdan kelayotgan bu urf-odat, bizniki buvlarimiz, momalarimiz, farzandlarini Uyg'ur maktabiga shu farzandlardan biz mana o'zimizning bolalarimizni Uyg'ur maktabida nimishga desanglar, bizniki yuragimizda Uyg'ur deb qinimiz yo'qotdi. Farzandlarimiz Uyg'ur tilida o'qigan niyatsi. Masalan, o'rchkas bergandan, qozoq tili bergandan shu bolalarga shu tilni o'rganib chiqadi. Shu bolalarimizni kelajakda shunday insonlar bo'ldi. O'zimizning ona tilida o'qsa, o'zimizning bolalari ona tilida o'qib, Xudoyim biz ega cho'qlar ko'rsa, u biz uchun xursand, obro'y. Milliy ma'rif, millatning shurigi.
Штаб, созданный Республиканским этнокультурным центром уйгуров Казахстана для помощи уйгурским школам, продолжает свою активную деятельность под девизом «Национальное образование. Сердце народа». В прошедшие дни наша съемочная группа вместе с членами штаба отправилась в Панфиловский район. Подробнее в нашем сюжете. Ассаламу алейкум, Мехмет Жанажим. Алейкум ассалам. Мушу Кахтал есіда бұрындың яшап келіп атсыз. Мушу Кахтал есіда, Кахтал мектебіде бұрындың ұйғыр мектеплері бады ма, ұйғыр сыныплары бады ма? Ұйғыр сыныплары болған. Hazırlık güllükte әміміз біліміз şu sınıflar епіліп қалды. Şu sınıflarının kayıtı içilişi қана қарайсыз? Ben icabı terbiyeden alımım. Elbette içilişiğe ümit kılınız. Hem de benim yezdaşlarımı değdiğinin yeniden kevakan, kevakan ballarımı değdiğiniz, ballarını öz mektebine, öz ana atılığı verinler. Ana atılı bulmağın, ana atılılık emes adamda memleket bulmaydı hiç kaçan. Şunun için biz eğer halkımızı, milletimizi saklayıp kalalım desek, biz Uygur sınıflarına verişimiz gerek. Assalamu alaikum, Saydam Abdullah kızı. Siz Moşu Yezida, Köktal Yesi'nin mektebide kaç yıllardan başlayıp iş atıp geliyorsunuz? Assalamu alaikum. Ben 91 yılını tatıp Köktal Oturan mektebide, Qonayev mektebide işlep geliyorsunuz, malum bu. Şu yıllardan tartıp mektebinizde Uygur sınıfları boğan mı? 90 yılları bizim mektepte Uygur sınıfları içilgan. Uygur sınıflara ballar keldi, atanlar yardım kıldı. Бірақ та kadr mesele, kitap mesele kichiknam qiyinchiliklar bo'ldi. Shuning uchun Uyg'ur sinflar keyingi vaqtida yepib ketdi. Shu выпуск bizning Uyg'ur sinflarida bo'ldi. Bizning bolalarimiz qizil attestatga oltin belgi bitirib, oliy maktabdan bitirib ishlayotdi. Shayladim ishlayotdi, o'zimizning yuzimizda ishlayotdi. Hazırlık güllükte hemimiz bilginimizdek Kaftal mektebide Uygur sınıfları yepilip ketdi. Şu nemi sebepten? Uygur sınıfları yepilgeni o kadr mesele oldu, onun kitap mesele bilen yepilip ketdi. Бірақ та ondaq soğallar başka sınıflardan, orus sınıflardan, Kazak sınıflardan manama 30 yıl buldu işlevatmay ba. Assalamu alaikum Tatyana Viktorovna. 3 yıl mabayında Uygur Avazı gezdiği yazıp kelivatsız. Uygur Avazı gezdiği болған көз қаршыңыз. Алейкум ассалам. Мен Сухова Таня, живу я в Коктале, выписываю я Уйгур Авази уже 3-й год. Первый год я выписала для интереса, потому что в нашем районе никогда не издавали эту газету. Потом я, когда ее открыла первый раз, посмотрела всех наших районных старейшин. Эти люди мне все и по духу, и по сердцу, они близкие, потому что я выросла среди этого народа. Поэтому с каждым разом узнается больше о наших старейшинах, о наших традициях, именно уйгурских вот этих традиций, которых раньше умалчивались. Сейчас оно открывается. Чем глубже, тем больше познаешь всю эту жизнь. И оно мне, я еще раз могу повториться, и по духу, и по сердцу они мне близки. Я живу среди этого народа. Я должна знать своих потомков. Assalamu alaikum, Rahimjan Yusufoğlu. Siz Moşu Yezdeki Köktal mektebide Uygur sınıflarının içilişiğe qandaq çağrılarını қолынышыны məqsəd qılıvatsız? Rahmet. Birinchidan 2-3 yil bo'ldi biz shu so'alni oldimizga qo'ydik. Hozir bizniki xonim qizlar, mening yordamchilarim hammamizdan ko'p shu uy mengib, mush bolalarni maktab berdilarniki oldidan o'tib, tushuntirib, ashtaq harakatlarni ishlayapmiz. Xudoyim bursa, menimcha bo'lsa, bu yildan yana ashtaqlarni qo'l elib, har birini berib, eng onda portativni ishlarni mang'izalik deb o'ylaymiz bu yilcha. Kelgan yil Xudoyim bursa, 1-klassga, 0-klassga yo 1-klassga bolalarni qo'shishga tirajaymiz. Hamda jut bo'lgandiki bizning jut cho'ng, 4 semya bor, 4 semyadan hamda o'ylayman chiqdi. Bolalar maktab berdilarni shuning uchun biz hamda mushlarga, kaginalarga
алдыңларды вәд беріп қоймыз. Ашу жұртнеке, жұрт біле арылап, ашу неміне қолға ерішқа вәд берміз. Milli marif. Assalomu alaykum, Azat Savutoğlu. Siz Panfilov nahiyalik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi'nin reisi болып saylandınız. Yanıdan təbriklaymiz. Rahmet. Muşu nahiyalik ana tillıq mekteplerimizge balı toplaş işleri qandaq əməlge işivadıdı? Endi bu işlağa kelsek, biz endi bir yıl hemen Mart ayından başlap saylandım. Şu işimga bizning hozirgi birinchidan shu ishni qo'lga olganimiz sababi birdan-bir sabab shu Olma-ota Cumhuriyetlik Uyg'ur Medeniyet Merkezining yeniden bir top a'zolari, olimlarimiz shu Karl Mahbir başlagan top mana shu ishlarni, ish-charalarni qo'lga olamiz deb bizning nahiyamizga iyun oyida keldi. Yani yaxshi o'tirishlar bo'lib, biz shu keng darajada dugulak ustalda shu paranlarning hammasini bir og'izdan qo'llab quvvatlab yashdik. Mana endi ashishdim. Iyun oyidan boshlab biz mana shu bal to'plash o'zimizning Uyg'ur maktablariga, milliy bilimimizga endi bal to'plash sonida biz mana hozir ishlarni ib ketib boramiz. 2 oy bo'ldi. Shu ko'lamida yaxshi bir yil yaxshi xalqimizga endi tushuntirish yo'llarini berdik. Mana o'zimizning ana tili maktablarga mana bal to'plash sonini mana qo'lga olib, butkul jamiyat bo'lib, butkul jut bo'lib, jut aktivistleri, xonim qizlar, yigit boshlar bo'lib, madaniyat markazi tarafidan mana shu ishlarni qo'lga olib, cho'ng ovqatlarni ishlarni amalga oshiryapmiz. Mana bir yil yomon emas, yaxshi har bir maktablarda bizning mana ikki toza bilim maktabimiz bor. U bo'lsa bir Xillamra maktabi bilan bilan lazım maktabimiz toza Uyg'ur tilidagi maktablarimiz, ana tilidagi maktablarimiz. Mana endi bu maktablarda endi bizning bunda o'ylab kelsak, endi mana jumhuriyatimizga, davlatimizga rahmat. Mana mushta binolarni sepirib bizning Uyg'ur millati uchun mana cho'ng yaxshiliklarni yaratib beryapti. Assalomu alaykum, hurmatli jurt, hurmatli qarindoshlar. Bugun biz Panfilov nahiyalik Uyg'ur Etno Medeniyet Merkezi'deki yenideki jigit başları mana biz sizlar bilan ko'rishib o'tiramiz. Bizning jigit başlarının qilayotgan ishlari intayin cho'ng. Mana biz Uyg'ur maktablariga balo yig'ish tarafidan biz yil mana cho'ng kuch chiqaryapmiz. Uyg'ur ovozi gesig'ima mushtir to'plashda sonni ko'paytirishga biz cho'ng ulushni qo'shyapmiz. Bundan keyin endi shu Uyg'ur maktablariga bal to'plashda biz jigit boshlari tinmay emgak qilyapmiz. Assalomu alaykum, Go'zal Tursun qizi. Siz o'zingiz ish elib berayotgan maktabda bolalarni maktabga tayyorlash ishlari qanday menyapti? Men Panfilov nahiyasidagi ko'p millatlik Shambul nomidagi o'rta maktabning Uyg'ur sinflarida dars beraman. Maktabimizda bilim 3 tilda berildi. Shu o'z ana tilimiz, shu tilning biri o'z ana tilimiz Uyg'ur tilida. Maktabimizda barliq sharoitlar yaratilgan. Mustaqil elimizda barliq millatlar o'xshash, biz ham teng huquqli Uyg'ur xalqi o'z ana tilimizda o'qish mumkinchiliklari to'liq yaratilgan. Tı yetmeydi tarifke, şüçü toğan haripke, üzü tılsız bozumu, bilim kani ilip be. Assalomu alaykum Elmirada. Siz o'g'lingizni Uyg'ur sinifiga berganingizga xursand bo'ldik. Boshqa otalarga itoat fikringiz? Men Balabekova Elmira, 4 balning anasi. Mening balalarimning hamsi Jambul o'rta maktabidagi Uyg'ur sinflarida bilim evatidi. Chunki bizning Jambul o'rta maktabida oltin belgiga tamomlab, cho'ng o'qishlarni o'qib, mushu maktabimizga kelib ishlayotganlarim bor. Mening balalarim Uyg'ur bo'lib tug'ildi. Men balalarimning kelajagidan zo'r umid kutaman. Fursatdan foydalanib, qolgan ota-onalarga balalarini o'z ona tilida o'qishga chaqiraman. Milliy ma'rif, millatning yuragi. Avgustның ақырғы күндерде Uyghur nahiyasının çoğun jizisida karantin talablarini saqlagan halda o'qitish Uyghur tilida жүргізілген maktablarni qo'llash faoliyati bo'lib o'tdi. Atalmış faoliyat Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezi endi qurilgan Uyghur maktablariga hamkorlik shtabi tarafidan uyushtirildi. Uyghur nahiyalik Madaniyat Merkezi va Illa Baxtiya nomidagi o'rta maktab ma'muriyatining yerlik aktivlarining qo'llab-quvvatlashi bilan o'tgan bu faoliyat
Canan Cemiyetlik Fondi o'qitish Uyg'ur tilida жүргізілдіған 5 мектепке, ya'ni Aqtam, G'aljat, Kichikdixan, Tugman, Ilabaxtiya nomidagi o'rta maktablarga yetishmayotgan 200 donaga yaqin o'qish darsliklarini hadya qildi. Bu faoliyatda ana tilimizning qadri, ana tilda o'qishning afzalliklari haqida salmoqli va mazmunli fikr takliflar o'tirib qo'yildi. Assalomu alaykum izləyicilər. Bugünkü günlükdə milli maarifni qo'llash ishchilari haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Cumhuriyet Uyg'ur etno-madaniyat markazida milliy maktablarni qo'llash fondi qurilganda biz Canan Xanim qizlar fondidan ayt xushal bo'ldik. Chunki bu fondning qilayotgan ishlariga bizga yaqin. Biz 12 yildan beri burun mana har yili bir Uyg'ur maktabiga yordamimizni aymay qilib kelyapmiz. Bu yil shu fondni qo'llab biz 5 maktabga Uyg'ur rayonidagi uning ichida G'aljat maktabi, o'rta maktabiga Aqtam, Kichikdixan va Tugman maktablariga yordamimizni qildik. U bo'lsa o'qish darsliklarini 500 ming tangadan oshiq aqchaga elib, bugun mana topshirib beryaptik. Men shuni bilan aytmoqchi bo'lganim, barliq ota-onalarning shu fondning qurilish sababi bilan va o'zlarining hissiyoti bilan bolalarni Uyg'ur maktablarida o'qitishni xohlar edim. Maktab ochdi keng quchoq, biz maktabga berganmoq, nima degan ko'ngillik maktabda bilim olmoq, A-harfini o'rganib yo'lib ketdi dilimiz, chunki bizning ona deb chiqqan dastlab tilimiz. Assalomu alaykum Sajidam Qasimjon qizi. Bugungi kunlikda siz ota-ona sifatida nima sababdan farzandingizni Uyg'ur tilli maktabga berganingiz haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men bolalarımni ana tilida belgilemning sababi chunki keyingi o'sayotgan bolalarimiz o'zining ana tilini, urf-odatlarini, tarixini yaxshi bilsin degan sabab bilan men bolalarimni ana til Uyg'ur tili maktabiga berdim. Ya'ni o'sha har bir ota-onalarni o'zining ana tiliga o'qitishga chaqirdim. Assalomu alaykum Gulshat Abdukarim qizi. Bugungi kunlikda 1-Uyg'ur sinfiga bol to'plash ishlari, umuman tashviqot ishlari haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men o'zim nomer 5-o'rta maktabida 1-sinf o'quvchilarni elish oldi turman. Bu yilgi yilda bizning maktabimizga bol to'plash ishlari intayin qiyinchilik bilan yurgizildi. Ya'ni qiyinchilikdanma biz ko'cha menib o'zimizning Uyg'urlarga bolalaringlarni shu Uyg'ur maktablariga bersanglar deb bolalarimizni to'plab yurgizdik. Ya'ni shu o'zimizning Uyg'ur ota-onalarga, Uyg'urlarimizga aytmoqchim, shu Uyg'ur bolalarimiz o'zimizning millatimizning tilimizning yo'qolib ketmasligi uchun Uyg'ur maktablariga berishga chaqiraman. Assalomu alaykum teletomoshabinlar. Bizning daydig'imiz shu maktabga bolalarni to'plash biz Uyg'ur madaniyat markazi tarafidan, ya'ni yigit boshlar bilan birlikda cho'ng shani at qo'yib deb insaqim bo'ldi. Hozirgi zamonda kichkina meditsin tarafidan qis bo'lganligiga qaramay, shu yigit boshlar bilan, xalqimiz bilan birlikda onlayn orqali, telefonlar orqali shu bolalarni bizning mamlakatimizning shunchalik mumkinchilik berayotganda bolalarimizni o'zimizning ona tilida o'qitishga har bir kuchimizni chiqarib, soni jalb qilib har qanday ishlarni yurgizdik. Milliy ma'rif, millatning yuragi. Assalomu alaykum Rashad aka. 1-Uyg'ur sinfiga bol to'plash, hujjat to'plash ishlari haqida, tashviqot ishlari haqida aytib o'tsangiz. Va alaykum assalom. Endi biz bu Charniyasida ko'plagan ishlarni ota-onalar bilan o'tkazdik. Shunaqla asnoviy endi nazirlarda aytib o'tdik. O'sha Uyg'ur sinflariga beraylik deb, endi Uyg'ur sinfga Uyg'ur millati o'zi bersa, boshqa millatni hech kim bermaydi. Shuning uchun ko'plagan mashta xayl edib uylarga berib aytdik. Hozir endi mushtabda bizning yurtda yoshlarma, cho'nglarma tushundi. O'zimizning tilda o'qitmasak, ana tilda o'qitmasak bolalarni endi tilimiz yo'qolib ketadi deb, shuning uchun endi bu yil tushunib, mana 2 sinf ichilyotdi. Uyg'ur sinfdan 0 sinfda.
Әнде Алла бұйырса, мұшы бұйықыға текім көпейіп қала деп ойлаймыз. Assalamu alaikum, Шамахан қызы. Бүгінгі күндікте Uyghur мектебіге бірінші сыныпларының hüccet топлаш ішлері қандақ жүргізіліп атыды? Шының хақыда етіп өтсіңіз. Рахмет. Біріншіден біздің жұтлаға шүнші әдің келіп, милли марыпымыздың, яғни ана мектепке бал топлаш мәселелері білен, іш әрекеттері білен кеп атқан hürmetlік мехмаллаға қадымыңла құтқы болсын дейміз. Құш кепсілі. Hazır жай-жайларда әмімізге мәлім ки, Milli Marif milletinin jürigeyen namlıq штаб құрылып, şunun əzaları jut-mujut, jay-jay menip, təşviqat işlerini жүргізіп kevatıdı. Biz nayetli xursand. Hem jay-jaylarda mekteplerde olsun, juttu bulsun, muşu ana mektepki bal toplaş meselesi boyunca köp işlerini atqıradıdı. Məktəbim, gəl məktəbim, seni koymay sevindim. Mənmi budda gülüngdən, orun ağam beğindin. Hadi gel apadıp. Житне біз егендік, ана атылдық, шыны шылдың башылы бегендік. Ама бағда пішті, аса еге түшті, адгейсін деп, анамсыз бұсын деп. Milli Marif, milletin jürigi. Hürmetli görermenler, bugün qışımda Қазақ халқының bir перзенди Динара Хәдә. Динара да өзі Uyghur ailesi келін, һәм 3 перзентini bizning ana tilimizda o'qitmoqda. Buning sabab nima bo'ldi Dinarada? Assalomu alaykum. Birinchidan, men o'zim Qozoq, dadam Qozoq bo'ldi, apam Uyg'ur bo'ldi. Biroq o'zim qozoqcha o'qidim. Қазақша тәрбие алдым, үйдәміміз қазақ сөйлейміз. 2009 жылы Таштықарасу езісіға Uyghur айысыға тұрмыш шықтым. Жолшым Uyghur, балаларымны Uyghur сыныпқа бәдім, лақоғаны дадысы Uyghur, анысы қазақ болсым, дадысының қиынды болған декен, қан Uyghur болған декен, Uyghurча оқытып балаларымны. Бізге Қазақстан Жұмхуриеті мүмкіншіліктерін яратты. Шуның ішінде біздің Uyghur сыныптарда өзінің ана тілда мектепке келген оқушыларымызға % яртып берген үшін біз Таштықара езіде нулевой тәйярлық сыныплары, яғни бірінші сыныпларға оқушыларымыз топланды. Мұшы найты мұшы телевидениеға етіп атқан қарындашларымды ямса мұшы Таштықара суды езіп атқан Uyghur районында тұрып атқан бүтін барлық Uyghur қарындашларымды Маш әркім өзінің Uyghur ана тілді оқышыны сорған болардым. Çaldık beslep mektepke, bilmemiz biz muharepni, okap bizne ügüter, elim anısı ilipe. Milli Marif, milletinin jürigi. Sentabr iyi kaldı, Qo'ng'iraqni çölüp kaldı. Endi başlanlar dersler, o'qishga zo'r havaslar. Ilipani varaqlab, dayım pakız tutamiz. Kelib o'qiymiz, vihar qo'yib o'qiymiz. Ben Uyghur okum. Kelingla ballay kelingla, birdim ilingla. Bunu deydi ilipe, herkeske kelip var. Мен өзімнің балам Салихни Uyghurчық бәдім, себебі Uyghur мектебі жұтмысын, өзіміздің халқымызге абыройлық әмгек қылдыған перзентлерден болсын деп, мен өзімнің баламны Uyghurча сыныпығы бәдім, келечекте өз үлішіні қойсын деп. Шының үшін башқым аталаға етідіғінім Uyghurча сыныпқа өз балаларымызны беріп, тілімізні, ұрп әдеттерімізні сақлап қалыш үшін өз үлішімізні қойсақ деп үміт етіме. Assalamu alaikum Zulfiya Jamaldың қызы. Биылғы оқушылыға hüccet топлаш, бал топлаш ішлері, тәшвиқат ішлері қандақ жүргізілді? Шу хақыда мәлімат беріп өтсіңіз. Assalamu alaikum, hürmetlik жұт. Sadaqas namındaki мектепке биыл 12 оқуғычы қобыл қылынды. Жұтымызға барлық балаланы жығмақ бізге шүнчелік қиын болды. Себебі аталаның ойы орыс сыныпта оқыған бала али оқушыларға түшуді деп ұланың ойлары ішіндақ болатыды. Аталаның түшінеге төвен болатыды. Milli Marif, milletinin jürigi. Вопрос об уйгурских школах не прошел мимо наших национальных религиозных деятелей.
По инициативе штаба Общества Карымов встретились на студии Кадам ТВ, где также обменялись мнениями по этому поводу. Подробнее в нашем сюжете. Ben o'ylayman ki bu har qaysimizning vazifasidir. Bo'libmi biz imom qavmlar odamlar bizning yoshligimizning, bizning bolalarimizning bilimli bo'lishi bilan birga dilida iymon, Xudoni taniydigan, durust yo'lda mandigan, shunday insonlik insonlarning bo'lishini har qaysimiz albatta xohlaymiz. Bundan burunmi biz qavmlar imomlar bo'lsin her bir nerede kılmışsakla şu okuşunu başlasın altında yaz aylarında özümüzün arasınlarımızda, yaşlarımızda bu milli mektep nesillerine ilişki özümüzün devletinde hoş bulduk. Ana Tilim, Dana Tilim YouTube kanalındaki ini singillarimiz Uyg'ur tillik maktablar haqida muzokara qildi. Ularning badiiy rahbari, kanalning bosh muharriri Zo'rambiyada bolalarning alohida ishtiyoqini tilga ilib, bolani kichigidan tarbiyalashning muhimligi haqida aytdi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun biz Milliy ma'rif millatning yuragi mavzu bo'yicha Ana Tilim, Dana Tilim YouTube programmamizdagi do'stlarimiz bilan suhbatlashaylik deb maqsad qilgan edik. Men Davul Frafkat Talg'at o'g'li 7-sinfdan 8-sinfga ko'chdim. Menga mushunchalik mumkinchiliklarni yaratib beratgan Qozog'iston davlatimga, o'z ota-onamga cheksiz rahmatimni aytaman. Assalomu alaykum. Men Tursun Rayan Jamaldin o'g'li. 8-sinfga ko'chdim. Men o'z ona tilimda o'qib, maktabda har turli tuqlarga yetdim. Men o'zimni baxtli deb o'ylayman. Bu mening baxtim bilan xushal bo'layotgan ota-onam, mama bobomni cheksiz xushal qildim deb o'ylayman. Assalomu alaykum aziz xalqim. Men o'z ona tilimda so'zlayotganim uchun, o'z ona tilimni yaxshi ko'rganligim uchun, o'z ona tilimda erkin bilim olib uchun o'zimni cheksiz baxtli deb hisoblayman. Assalomu alaykum. Men Gulzadam aziz qizi Besag'ash masjidida turman. Menga 9 yosh, 4-sinfda a'lochi bo'lib o'qiyman. Biz uyda 4 qarindosh. Akam Qozoq turk liseyida o'qiydi ve 5 yilini bildi. Mening hadim 8-sinfda o'qiydi. En kichik ukam 8 oyda. Men gimnastikaga bir yil qatnashib, Ostonada bo'lgan konkursda 1-o'rin oldim. Assalomu alaykum. Men Iradam aziz qizi. Ana Tilim, Dana Tilim programmasi bolalar kanali bo'lganlikdan faqat kichik bolalarga emas, biz o'xshash o'tira yoshlik o'g'il qizlarga kerak axloq tarbiyasini 2-3 turli tillarda elib mangayli deb maqsad qildik. Milliy ma'rif millatning yuragi. Главный редактор общественно-политической газеты «Уйгур Авазы» Ершат Малахонович Асматов дал специальное интервью нашему каналу о важности национальных школ. Будучи редактором самого крупного уйгурского издания в Казахстане, Ершат Малахонович один из тех, кто гордится тем, что получил знания именно на своем родном языке. Подробнее в нашем сюжете. Ассаламу алейкум, hurmatli qarindoshlar. Bugungi kunda mana bizning Uyg'ur jamoatchiligining orasida nihoyat ko'p yangiliklar bo'lyotdi. Uyg'ur televideniyasi ishlayotdi, xabarlar programmasi ishlayotdi. Gazet, jurnallar, teatr, mushamisi shunday qizg'in faoliyat olib beryotdi. Buning o'zi mushu Qozog'iston diyorida Uyg'ur xalqiga va barliq millatlarga bo'lgan dana milliy siyosatning orqasi deb o'ylayman. Endi biz Uyg'urlar to'g'ri haqida aytsak, haqiqatan Uyg'ur xalqi bu Qozog'istondagi eng baxtli yashayotgan millatlarning biri. Bizga shundaq ajoyib mahir ustozlar, tajribali ustozlar dars berdi. Shuning bilan biz tilimizni shundaq mukammallashtirib, o'zimizning adabiyoti, o'tmishi, tarixi ve hakazlar bilan cho'nqur tanishib, yangi kamolatga yetdik. Bu bo'lsa, yana bizning ana tilimizda bilim og'inimizning bir yorqin ifodasi, shuning bir foydasi deb tushunaman. Qozoq tilini mukammal bilib o'sdik. Darsdan sirt vaqtda, maktabdan sirt vaqtida yangi qozoq bolalar bilan do'stlashib, shu ular bizning tilimizda erkin so'zlab, biz ularning tilida erkin so'zlab,
şundaq çoğun болдық. Mana hazır mening 5 nevrem var. Çoğun nevrem Uyg'ur nahiyasi Cho'njisidagi 5-chi Uyg'ur o'rta maktabiga 1-sinfga berib, mana bu yil tamomlab 2-sinfga qadam tashlab o'tirdi. Radmira degan qizim, shu 1 yilning ichida shu Uyg'ur tilida bilim beradigan maktabda 4 diplom, gрамоталар yeb ulgurdi. Shuning uchun men demoqchi o'g'lim, Qozog'iston mana hozir 62 Uyg'ur maktabi bor. Şu mekteplerimizni saqlab qolishga bak kuch g'ayratimizni chiqarishimiz kerak. Biz ana tilimizni saqlab qolmay, hech qachon ushmoqqa chiqmaymiz. По инициативе Бюро ученых при Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана, по просьбе и поддержке регионального этнокультурного центра уйгуров Талгарского района и его подструктур проведен научно-практический семинар для специалистов, перерабатывающих производство Талгарского района на тему «Инновационные технологии по безотходному производству натуральных биоэкологических плодоовощных соков», где спикером выступил председатель Совета ученых при Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана Масимжан Вилямов. Әленур Тұрғанова яны бір мәрті әл үмітін ақылды. Яш чемпионымыз яшылар арасында өткізіліп атқан Дубайдегі Азия чемпионаттағы қатнашмақта. Милләтіміздің сұнмас ирадысыны бойығы сыңдырған палуан қызымыз бүгінгі һәм аламат көрсәткішләргә erişmekte. Фұрсатын пайдаланып пәкәт алға демекчіміз. Халқыңыз, еліңіз сізге işenç артыды. Пәкәт алға. İskender Yıldaşев, Enver Diyaz ve Züliyar Şarafudinovlar Ufada ötküzülgen Jahan Çempionatında jiu-jitsu sport türüde özlerinin maharetini namayış kıldı. İskender Yıldaşев altın medalga erişken bolsa, Enver Diyaz ve Züliyar Şarafudinovlar kümüş medal sahipleri ataldı. Yerken jutunun yoruk yıldızlarını çin yürekten tebriklep, biz sizler bilen məğrurluğumuz demekçimiz. Yeni çoğular sizlerge boy sunu versin. Ramil Ablizov ve Nail Iminovlar workout'tan Jahan çempionat aldı. Alem rekordunu yanılatkan Uygur'un oğlaları pükül dünyaya öz küçünü körsetti. Ukrayna'nın Kiev şehirde bolup ötken musabıqda yuqarı pəllidin köründü. Çempionlarını təbriklep, utuq yar bolsun demekçimiz. Milli edebiyatımızın körneklik vekilleri az yiyip bardı. Körneklik dramaturg, yazıcı Alımcan Bavdinov hayattan ötdi. Halkımız üçün bu orni tolması yoxtuş. Edipnin ailesiga ve yıkılırga təziye bildirmez. Yatkan yeri yumşaq, ruhi cennetli bolsun. Hakikaten biz Allah'tan kelimiz, Allah'a qaytımız. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz mushun bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.